Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugun anjir va anjir barglari yordamida qondagi qandni tushirish, diabetni davolashni o'rgataman. Va videoyimizning oxirida anjir mevasi yordamida diabetni klinik remissiyaga erishish va anjir barglari yordamida sahrni tushirishni обязательно o'rgatib ketaman. Hozir videoni ko'ramiz. Bu narsalarning tarkibi va bu gaplar, bu so'zlar qayerdan olinganini o'rganamiz. Xo'p, hamma narsa maqolalar asosida isbotlangan bo'ladi. Yangi anjir chiqibdi. Bozorda hatto sotuvchilar ham diabetlar uchun sahr tushiradigan anjir deb sotilayotgan ekan. Kim olib yeb ko'rgan bo'lsa, natijasini yozib qo'ysin. Va shuningdek juda ham ko'p savollar bor. Anjir bargi yordamida qondagi qandni tushirish haqida va mana shu anjirni yeb kelgan bemorimiz Durdon apamizni ham natijalarini, qanaqa qilib diabetni o'zi tuzatganlari, qondagi qandda yaxshi natijalarga erishganini hozir o'rganamiz. Birinchi hamma narsani tarkibidan boshlaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari ovqat mahsulotlari ma'lumotlar bazasidan olingan ma'lumot. Xo'p, 100 gram anjirda turlariga qarab taxminan 19 gram uglevod bo'ladi va buni 16 gramdan ko'pi shakar. 3 gram kletchatka, yarim gramdan ko'proq oqsil va yarim gramdan kamroq yog'i bo'ladi. Glikemik indeksi 60-65 ga teng ekan. Xo'p, demak, quritilgan anjirni 100 gramida 64 gram uglevod bo'ladi va buni 50 gramdan ko'pi shakar bo'ladi. Quritilgan anjir ham, yangi svejiy anjir ham, yaqinda chiqqan bozorlarda sahr tushiradi deb sotilayotgan anjirni ham shakarlarini tarkibini yarmidan ko'pi fruktoza va fruktoza organizmga qanaqa ta'sir qiladi? Insulin rezistentligini oshiradi, jigarni yog' bosishini kuchaytiradi, polineyropatiyani kuchaytiradi, ko'z xiralashadi, retinopatiyani kuchaytiradi va semirishga, davleniyani oshishiga, badanda shishlar yig'ilishiga olib keladi. Umumiy yallig'lanishni kuchaytiradi. Gepatologiya jurnali 2021-yil va Garvard akademiyasini 2020-yildagi maqolasi va diabetni davolash, ya'ni Diabetes Care jurnali Amerikaniki 2020-yildagi maqola. Anjir o'z tarkibida juda ko'p miqdorda, dahshatli ko'p miqdorda shirinlik saqlovchi va qandli diabeti bor odamlarga umuman mumkin emas meva hisoblanadi. Lekin xijolat bo'lmanglar, xafa bo'lmanglar. Anjirni bargi bor. Anjirni bargini, demak, 1998-yilda o'tkazilgan Diabetes Research, ya'ni diabet izlanishlari va Clinical Practica jurnalida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida insulin rezistentlik holatini anjirning barglari yaxshilagan. Va Fitoterapiya jurnalida 2010-yilda ham anjirni barglaridan ajratib olingan ekstrakt insulin rezistentlikni ozgina yaxshiladi degan maqola bor. Ekstrakt bargini qaynatib ichish emas. O'rtoqlar, fahm farosatinglarni ishlatinglar. Gaplarimga e'tibor beringlar va videoni ko'ringlar. Misol uchun, limon haqida chiqarilgan videoni oxirigacha ko'rmasdan limon davleniyani tushiradi-ku deb yozilyapti. Hech kim sizlarga limon yeylar demagan. Ayniqsa aroq haqida chiqarilgan videoda aroq shinavandalari, Rahmat Umidjon, men har kuni ichardim, 20 gramdan 3 mahal spirt ichdim, yana bir narsalar deb yozilgan. O'rtoqlik, fahm farosati oliy darajada bo'lgan bemorlarimiz, sizlar uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Hattoki 1 gram alkogolga ruxsat berilmagandi. Kallasini olib kel desa, sallasini olib kelganda shu videoni ko'rsanglar bo'ldimi? Fahm farosat bormi sizlarda? Bu hozir video chiqarilsa, misol uchun qalampir haqida, Telegramdan qalampir mumkinmi deb so'rashyapti. Bundoq videoni ko'ringlar. Bu kanalda hamma savolingizga javob bor.
va bu videolar avvaldan ham bo'lgan. Biza sizlarga qaytadan bu videolarni yangi versiyada ishlab boshidan beryapmiz e'tiboringiz uchun. Shu anjir haqida video avval ham bor edi, anjirni bargi haqida ham bor edi. Xo'p, mayli, paxm parosatni joyiga qo'yamiz va yangi chiqqan anjir sortini yeb, yaxshi natijalarga erishib kelgan Durdona opamizni natijalarini ko'ramiz. Bir safar oldin kelganlarida, bundan oldingi safar kelganlarida qondagi qandlari 8,5 ga 11 edi. Va bozorlarda anjir sahrni tushiradigan, sahrni davolaydigan yangi anjir chiqqani uchun borib o'sha anjirdan yebdilar va yaxshi natijalarga erishib, glikerlangan gemoglobinini ham ko'rib olaylik. Bu oxirgi 3 oy mobaynida qancha yurganini bildiradi. 701 bo'lgan ekan. Endi boribdilar, anjirdan yebdilar-da. Keyin qondagi qand 14 gacha ko'tarilibdi, ovqatdan keyingisi 17 ga ko'tarilibdi, glikerlangan gemoglobin 8,6 gacha ko'tarilibdi. Mana sizlarga tarkibida 20 gram saqlaydigan anjirning foydasi. Quritilgan mevada bundan ham ko'payadi, 2-2,5 baravargacha shakari ko'payib ketadi. Lekin xavotir olmanglar, hozir anjirni bargi va anjirni mevasi yordamida sahrni tushirish, klinik remissiyaga erishishni обязательно o'rgataman. Demak, faqat Durdona opamizda bunaqa natijani teskarisi kuzatilibdi. Xo'p, demak, anjir barglariga qaytamiz. Anjir barglarini tarkibida kumarina podobniy moddalar bo'ladi. Ya'ni kumaringa o'xshash moddalar, kumarin simon moddalar bo'ladi va ichgan odamda fotodermatit yuzaga keladi. Fotodermatit degani anjir barglarini ichgan odamlarning terisida yaralar, qichishish, allergiyalar paydo bo'ladi. Anjir barglarini tarkibidagi moddalar oshqozon va ichaklarni yallig'lantirib, kuchaytirib, og'riq, gastrit, keyin ezofagit emas, gastrit va ichaklarning yallig'lanishini keltirib chiqarishi mumkin va anjirni barglaridagi zaharli moddalar davleniyani tushib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, bittayam anjir bargi diabetni davolaydi, qondagi qandni normallashtiradi, diabetni remissiyasiga erishtiradi, qand tushiruvchi dorilarni o'rnini bosadi va qandli diabeti bor, shuningdek diabetdan yuzaga kelgan asoratlari bor degan bemorlarga mumkin emas yoki yordam beradi degan maqola yo'q. Diabetni davolaydi, sahr tushiradi, asoratlarini davolaydi degan maqola yo'q. Ayniqsa emas, aksincha o'zingizga yana qo'shimcha oshqozon, ichak, jigar, o't qopi va teri kasalliklarini orttirib olasiz. Endi qanaqa qilib anjirni bargi yordamida boya aytiladi-ku, insulin rezistentlikni yaxshilaydi deb. Ekstraktni ikkita kichkina maqolada sahrni tushirmagan, sahrni davolamagan, insulin rezistentlikni kamaytirgan ekstrakt degani bu zaharli moddalardan уже ajratilib olgan va bu ishonchli maqolalar hisoblanmaydi. Ikkitagina kichkina maqolada bor ekan. Tushundingizmi? Ikkita maqolaga qarab xulosa qilinmaydi. Endi anjir va anjirni barglari yordamida sahrni tushirishni yagona usuli bu ularni iste'mol qilmaslik. Bozorga borib o'sha anjirni o'rniga 1 kilo bodring olib kelinglar, 1 kilo pomidor olib kelinglar. 1 kilo baqlajon, 1 kilo kabachki, 1 kilo karam va 1 kilo gulkaram olib kelinglar. Mana sizlarga o'shalarni yegandan keyin qondagi qand tushadi. Qanaqa tushadi? O'shalarni ovqat yoki salatlaringizga qo'shib iste'mol qilib 6 kilometr yurib kelasizlar. Yurishdan oldin yeyishdan oldin sahrni o'lchaysizlar, yeb bo'lgandan keyin yurib kelgandan keyin sahrni o'lchaysizlar. Agar kim o'sha mahsulotlarni salat yoki ovqatlar bilan birga iste'mol qilsa, ya'ni karamni, gulkaramni, bodringni va yurib kelgandan keyin sahri tushmasa, Umidjon aldabsiz deb kommentariyaga yozib yuborishinglar mumkin bemalol. Ovqat sifatida 300 gram baliq go'shti yoki quyon go'shti yoki 2 ta tuxum yoki 3 ta tuxum, 4 ta tuxumni tanlaylar. O'rtoqlar, hech qanaqa anjir, sahr tushiradigan anjir yo'q. Uzoqroq yuringlar, o'shanda sahringlar tushadi. Hech qanaqa sahr davolaydigan anjirni bargi yo'q. Zaharlanasizlar. Kommentariyalarda ham bor shu narsa, o'qib ko'ringlar. Anjir haqida avvalgi videolar, meni ham ichib dabdalam chiqdi, o'lib qolay dedim degan videolar bor. Anjir bargi yordamida sahrni tushirish, anjir bargini
olasizda bundoq qo'lingizda aylantirib 6 kilometr yurib kelasiz. Ana sahringiz tushadi. Mana bugungi videomiz shu haqida edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.